Ey, yordam qilinglar. Keling. Baraka topkurlar. Ey, kasalxonaga zo'rg'a yetib doktor, yordam bering. Nima bo'ldi? Avariya bo'ldi. Chorrag'ida qattiq avariya bo'ldi. Qiz u yoqqa uchib ketdi, bola bu yoqqa uchib ketdi. Qizi boshqa mashinani olib ketdi. Buni men olib kelolman, savob yo'lda. Ey, bo'ling. Bo'ldi, registratsiya qilamiz hozir. Qanaqa registratsiya? Qon ketyapti, qon. Qanaqadan ketyapti qon? Qanaqa mana burnidan ketyapti mana, qo'ldan kelgancha boylab qo'yganman. Burunni hamma joyga tiqish kerak emas-ku, aka. Sen tiqurma burningni har qayoqqa. Yordam qildim. Bo'ldi, понятно. Bemor familiya ismi. Bilmayman bemor familiya ismini. O'zim o'zingiznikini edi. Voy, nima kerak bor oldin? Kerak registratsiya. Sunnat. Familiyasi? Abdurasulov. Nechinchi yil tug'ilgansiz? 88. Voy, men ham 88 tug'ilganman, qarang. Ishingni qil. Bemor nimalarga qiziqadi? Lego o'ynashga qiziqadi. Qattan bilaman men. Mana qarang, bo'ldingizmi? Va shishil og'ir ekan-ku. Ishingizni qiling. Men. Shuncha gapimga qancha varrosh ketdimman. Bo'ldi, asabiylashmang, hozir bir registratsiya qilamiz, demak. Registratsiya qo'y, oldin doktor chaqir, bir nima qil, qon ketyapti. Registratsiya qilamiz, aka. Demak, hozir bemorimizning ismi Sunnat Abdurasulov, shunaqa? Bemor bu, Sunnat Abdurasulov men bo'laman. Nima kerak bu? Men nima qilaman? Bemor ismi kerak. Siz ismingiz nima qilaman? Qarang, hujjat bordir bu joyda. Shundan tur. Yo'q, hech qanaqa hujjat. Ko'ring, registratsiya kerak, nima tushunmaysiz? Qarab ko'ring, qidiring bu joyni. Biz registratsiya qilmasak bo'lmaydi, nimadir bo'lish kerak baribir. Kelvin Klein yozib qo'yibdi.